Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga ochiqlanmagan degan hikoyani o'qib beraman. Amsa qulqinglar menda bo'lsin. Men hikoyani o'qib bo'lgandan keyin opanglarga hikoyani o'zinglarning tiliga aylantirib so'zlab berishni unutmanglar. Ochiqlanmagan. Akbar mijoz tarsa ochiq yomon bola bo'lib, har qanday ishda noyda osonla ochiqlandi ekan. Hech kimni apu qilmaydi ekan. O noyda aldiraqsan va ochiq yomon bo'lg'achqa boshqalar orasida doim nurg'un masalalar yuz berib turdi ekan. Ota-ana, aka, acha va o'qituvchi ustozlari uningga ko'p tarbiya bergan bo'lsa-mu, ularning pan-nasihatlari uningga hech kor qilmabdi. U mushu nachar xuy sababli do'st birodarlari va urug' tuqqanlarini nurg'un qatim xafa qilibdi. Bir kuni Akbar maktabga oldirab ketayotsa, tuyuqsiz keyin tarafdan oyog'iga bir narsa tegibdi. U kechikib qolmaslik uchun uningga pisand qilmasdan oldirab yo'lini davom qilibdi. Bir ozdan keyin hiliqi narsa putiga yana tegibdi. Bu vaqtda Akbarning qattiq achchig'i kelibdi-da, putiga urgan odamni tutilish uchun darhol orqasiga burilibdi. Akbarning putiga urgan aslida qo'lida os tutib olgan bir yosh yigit ekan. Akbar uning qo'lidan tutib qattiq silkishlabdi va uningga "Meni ko'rmadingmi? Sen qarog'imi-ya?" deb varqirabdi. Heliqi yosh yigit ikki ko'ziga liq yosh elib, "Alloh sizni afu qilsin" debdi. Akbar bu yoshning o'ziga qaramasdan usti tarafga bir xil g'alati qarayotganligini ko'rib, aslida uning bir a'mo ekanligini bayqabdi. Shuning bilan Akbar u yoshning qo'lini qo'yib o'tib, uni chin quchoqlabdi va noyat xijillik ichida "Meni kechiring, men xato qilibman, sizdan afu so'rayman. Tag'a, siz menga hayotimda unutilg'usiz bir dars berdingiz. Buningdan keyin hargiz ochiqlanmayman. Meni kechiring tag'a" debdi. Hiliqi yosh "Hech qis yo'q. Alloh hammalarni afu qilsin" degan peti yana hassini cho'qib yo'lni davomlashtirib ketib qopdi. Akbar bu qitim qattiq pushaymon qilibdi va bundan keyin hech kimga ochiqlanmaslikka o'z-o'ziga va'da beribdi.